Gapni qarang. Allohni kim zikr qilsa, eslasa, yodlasa, Alloh o'sha bandani zikr qilar ekan, eslar ekan, yodiga olar ekan. Alloh buyuk zot. Alloh yaratgan narsalarning hammasi buyuk. Osmonlarning cheki yo'q. Sayyoralarning soni yo'q. Hech adadi yo'q, chegarasi yo'q. Tog' toshlar, okeanlar, buyuk narsalar turibdi. Ana shularning oldida inson bir zarracha ham kelmaydi. Juda kichkina narsa odam. Nihoyatda kichkina. Lekin shu kichikligi bilan Allohni zikr qilish ila Alloh uni eslaydigan baxtga sazovor.